O'zing sevgan, uzoq yillar ishlagan va hayotingning bir qismiga aylanib qolgan ishdan ketish oson emas. Futbol ham ana shunday sohalardan biri. Deyarli barcha futbolchilar futboldan ketishni hayotida qabul qilgan eng og'ir qarorlardan biri ekanligini aytishadi. Shunday futbolchilar borki, ayrim sabablarga ko'ra avvalgi qarorini o'zgartirib yana futbolga qaytib kelishgan. Xullas, bugungi sonimizda futboldan ketib, keyin yana comeback qilgan taniqli futbolchilar haqida suhbatlashamiz. Bu futbol faktlari, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Dasturimizni United afsonasi Paul Scholes boshlab beradi. Manchester Unitedga 1991-yilda kelgan va professional karyerasi davomida faqatgina qizil iblislar libosida to'p tepgan futbolchi 2010-11-yilgi mavsum yakunida finalda Barsadan uchralgan mag'lubiyatdan 3 kun o'tib butsalarini mix kelganini e'lon qiladi. United uni hurmat bilan kuzatib qo'yish uchun 5-avgust kuni Old Traffordda New York Cosmos jamoasi bilan xayrlashuv bahsini tashkillashtiradi. Futbolchilikni yakunlagach, Scholes Sir Alexning murabbiylar shtabiga qo'shiladi. 2012-yilning yanvariga kelib, United markazda jiddiy muammolarga duch kela boshlaydi. Jarohatlar epidemiyasi tufayli markaziy yarim himoyada Phil Jones va Fabio da Silvalar o'ynashiga ham to'g'ri kelib qoladi. O'shanda Sir Alex Pauldan qaytishini so'raydi. Scholes esa bu iltimosni yerda qoldirmaydi va 8-yanvardagi City bilan g'alabali o'yinda qayta debyut qiladi. Shundan so'ng o'yinlarda muntazam ishtirok etgan angliyalik futbolchi 30-mayda shartnomasini 1 yilga uzaytiradi. 2012-13-yilgi mavsum yakunida esa u va Sir Alex Manchesterni chempion holatda tark etishadi va boshqa professional faoliyatga qaytishmaydi. Bir afsonadan boshqa bir afsonaga o'tamiz. Roberto Carlos shubhasiz futbol tarixidagi eng zo'r qanot himoyachilaridan biri. Karyerasi davomida 10 ga yaqin klubda o'ynagan futbolchining asosiy faoliyati Real bilan bog'liq. Madriddan so'ng bir muddat Fenerda, so'ngra Corinthians safida ko'rinish bergan yulduz 2011-yilda o'sha paytlar Yevrofutbolga jiddiy mablag'lar bilan kirib kelayotgan Anji Maxachqala safiga borib qo'shiladi. 2012-yilning avgustiga kelib 39 yoshli Carlos futbolchilik faoliyatini yakunlaganini e'lon qiladi va Anjining bosh murabbiyi Gus Hiddink shtabiga qo'shiladi. 2015-yilga kelib Hindistonning Dehli Dynamos klubi unga o'ynovchi murabbiy bo'lishni taklif etadi. Roberto esa buni qabul qiladi. Shu tariqa oradan 3 yil o'tib karyerasini qayta tiklagan afsona Hindistonda ham bir nechta o'yin o'tkazadi va 2016-yilga kelib futbolchilikdan butunlay ketadi. Juda yaqin o'tmishda karyerasini qayta tiklaganlardan biri bu Wojciech Szczesny. Prime vaqtimda Alisson va Buffonlarni zaxiraga o'tkazib qo'yganman deydigan shovvos 2024-yilning 27-avgustida katta futboldan ketganini e'lon qiladi. Shundan so'ng og'zida sigara bilan sohilda dam olayotgan faxriyga Barsa prezidenti tomonidan qo'ng'iroq bo'ladi. Liovaning suhbati ham Wojciechning yana futbolga qaytishiga jiddiy turtki bo'ladi. Shu tariqa 2024-yilning 2-oktyabrida Barselona yangi transferni e'lon qiladi. Ter Stegenning jarohati sababli olib kelingan kiper avvaliga Iñaki Peñadan keyingi zaxira varianti bo'lgan. 4-yanvardagi debyutidan keyin esa asta-sekin asosiy darvozabonga aylanib oladi. Yangi mavsum oldidan jamoaga yosh va talantli Joan Garcia olib kelindi. Szczesnyning endi ko'p o'ynamasligi ehtimoli katta, biroq u bundan umuman xafa emas. Barselona mavzusidan uzoqlashmaymiz. Zamonaviy futbolning otasi deya ta'rif beriladigan Johan Cruyff 1964-yil Ajax safida debyut qilgan. 9 yillik faoliyatidan so'ng Ajax uni o'sha paytdagi rekord summa $2 million Barsaga sotib yuboradi. Futbolda juda ko'p narsaga erishgan golland 1978-yil Barselona safida butsalarini mixga oladi. Lekin 1 yil o'tar o'tmas yana futbolga qaytadi va Amerika tomon yo'l oladi. Bu qarorini u shunday izohlagan: Men cho'chqa fermasi biznesiga investitsiya qilaman deb millionlarimni yo'qotdim. Meni chuv tushirishdi. Endi esa yana futbol o'ynashim kerak. AQShda 3 yil o'ynagan Johan avvaliga Ispaniyaga Levante safiga boradi, so'ngra yana o'z vataniga qaytib Ajax hamda Feyenoordda faoliyat olib boradi va 1984-yil 37 yoshida futbolchilik karyerasiga yakun yasaydi. Cruyff ortidan MLSni bir eslab o'tgandik. Endi o'sha Amerika sokkeri tarixidagi eng zo'r futbolchi deya ta'rif beriladigan Landon Donovanni ham yodga olamiz.
Faoliyatini Yevropada boshlagan bo'lsa-da, uning Bayer, Bavariya va Everton kabi klublardagi faoliyati juda zo'r o'tgan deya olmaymiz. Los Angeles Galaxy safiga kelganidan so'ng aynan shu yerda Lendon AQSh futbol afsonasiga aylanadi. 2014-yilning yakuniga kelib, Donovan butsalarni mixga olganini e'lon qiladi. Oradan 2 yil o'tib, 2016-yilning sentyabrida Lendon yana karyerasini qayta tiklaydi va Galaxy bilan mavsumning qolgan 6 o'yinini o'tkazib qo'yishga kelishadi. Mavsum yakunida yana pensiya. 2 yildan so'ng u yana futbolga qaytganini e'lon qiladi. Bu safar Meksikaning Leon klubiga. U yerdagi yarim yildan so'ng futbolchi San Diegoda ham 1 yil o'ynagan. Avvaliga ketdim deya biroz o'tib fikri o'zgarib qolganlardan yana biri bu Arjen Robben. Tarixdagi eng zo'r vingerlardan biri Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid va Bavariya kabi klublarda to'p tepgan. 2019-yilning 4-iyuliga kelib Arjen katta futboldan ketganini e'lon qiladi. Oradan 1 yil o'tib 27-iyunda Robben karyerasini boshlagan Groningen bilan qayta shartnoma imzolaydi. Coviddan keyingi muddatda qiynalib qolgan klub Arjendan yordam so'raydi. U bo'lsa bu taklifni qabul qiladi. Afsuski, qaytish unchalik omadli chiqmagan. 13-sentyabrda debyutini amalga oshirgan Robben 28 daqiqa o'tib maydonni jarohat sababli tark etadi va shu bilan 7 oyga yaqin qayta olmaydi. Undan so'ng bir nechta o'yinlarda ko'rinish bergan Arjen ikkinchi va oxirgi ketishini 2021-yilning 15-iyulida e'lon qilgan. Hozir men so'z ochmoqchi bo'lgan futbolchining ketishi boshqalarnikidan tubdan farq qiladi. Argentina termasi darvozaboni Carlos Roa juda g'alati sabab tufayli butsalarni mixga olgan. Mallorca va terma jamoa safida tuppa-tuzuk o'ynab turgan kiper 1999-yilning yozida 30 yoshida futboldan ketganini e'lon qiladi hamda xayriya va diniy ishlarda ishtirok eta boshlaydi. Uning diniy qarashlariga ko'ra 2000-yilda oxir zamon boshlanib yerda hayot tugashi kerak edi. Tabiiyki, bu narsa amalga oshmagandan so'ng Carlos yana futbolga qaytishni xohlaydi va faoliyatini davom ettiradi. Keyinchalik saraton aniqlangan futbolchi 2006-yilda ikkinchi bor futboldan ketganini ma'lum qiladi. Futboldan ketib qaytaverishdan zerikmaydigan yana bir argentinalik bu Juan Sebastian Veron. Futbol tarixidagi eng zo'r yarim himoyachilardan biri deya ta'rif beriluvchi Veron o'z vaqtida Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea, Inter kabi jamoalar sharafini himoya qilgan. 2012-yil o'zi karyerasini boshlagan Estudiantes safida futboldan ketishini ham e'lon qiladi. Lekin 1 yil o'tib yana Estudiantesga qaytishni va bir mavsum o'ynab qo'yishni reja qiladi. Mavsum yakunida esa ikkinchi bor futboldan ketadi. 2017-yilga kelib 42 yoshli faxriy yana futbolga qaytgisi kelib qoladi. Jamoa esa yana o'sha Estudiantes. Bu safar Veron jamoaga faqatgina Libertadores kubogida yordam berishni maqsad qiladi va 2 oy o'ynab butunlay futboldan ketadi. Bu futbolchi karyerasini qayta tiklaganini ko'pchilik ham bilavermasa kerak. London klublaridagi fantastik faoliyati bilan tarixdagi eng zo'r darvozabonlar qatorida e'tirof etiluvchi Petr Chekh 2019-yilning 29-mayida katta futboldagi so'nggi o'yinini o'tkazadi. Shundan keyin iyun oyidayoq Chekh suyukli klubi Chelsea safiga qaytadi va texnik maslahatchi lavozimida ishlaydi. 2020-yilning oktyabr oyida Chelsea Premier Liganing yangi mavsum uchun qaydnomasini e'lon qiladi. Qizig'i, ro'yxatdagi 3-darvozabon Petr Chekh edi. O'shanda klub Chexni favqulodda darvozabon va shartnomasiz o'yinchi sifatida qaydnomaga kiritganini va bu COVID-19 tufayli ehtiyot chorasi ekanligini bildirgandi. O'sha mavsum Mendy va Kepa bilan hech qanday muammo yuz bermadi va Chexga maydonda ish topilmadi. Shunday bo'lsa-da, formasini tiklab turish uchun chexiyalik darvozabon Chelseaning yoshlar jamoasida o'ynab turgandi. Darvozabonlar haqida gap ketar ekan, yana bir afsonani ham eslab o'tishimiz lozim. Uzoq yillik faoliyati davomida Schalke, Milan, Dortmund, Arsenal kabi jamoalar sharafini himoya qilgan Jens Lehmann ham bir bor karyerasini qayta tiklaganlardan. Oxirgi yillarni Stuttgart safida o'tkazgan germaniyalik kiper 2010-yilning 30-iyunida rasman futboldan ketadi. 2011-yilning martiga kelib esa nemis nashrlari Jensning qaytishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida yoza boshlashadi. Gap shundaki, Arsenal o'sha vaqtda darvozabonlar tomonlama juda qiyin ahvolga tushib qolgandi.
Klubning 3 darvozaboni Wojciech Szczesny, Lukasz Fabianski va Vito Mannoni bir vaqtda safdan chiqishadi. Birgina Manuel Almunia sog' edi xolos, lekin u ham ishonchli o'yin ko'rsatmayotgandi. Avvaliga Jens bir muddat ikkinchi darvozabon rolini bajarib turadi, biroq Almunia ham jarohatlangandan so'ng yana maydonga qaytishiga to'g'ri keladi. O'z ishini qilib bo'lgach, Jens Lehmann mavsum oxirida yana bir bor futbol bilan xayrlashadi. Endi esa braziliyalik gol odam haqida suhbatlashamiz. Kiritgan gollari soni o'ynagan o'yinlariga yaqin bo'lgan Romario naqd 16 bor jamoasini almashtirgan. Ba'zi jamoalarga bir necha bor qaytib borgan. O'zini 1000 ta gol urganlikda da'vo qiluvchi afsona 2008-yilning 15-aprelida butsalarni mixga olganini e'lon qiladi. O'sha payti u 42 yoshda edi. 2009-yilning noyabrida Romario comeback qildi va Rio de Janeyroning Amerika klubida debyutini o'tkazdi. Shu yili futboldan ketgan qariya 2024-yil 58 yoshida yana Amerika klubining qaydnomasida paydo bo'ldi. O'shanda jamoada uning o'g'li Romarinho ham o'ynardi. Ro'yxatimizdagi so'nggi insonni futbol ko'rib yurganlar darhol taniydi. Atletico Madrid va Urugvay termasining metin devori Diego Godin faoliyatining so'nggi yillarini Argentinada Vélez Sarsfield jamoasida o'tkazdi va 2023-yilning 27-iyulida pensiyaga chiqqanini e'lon qildi. Shundan so'ng uyiga Urugvayga qaytgan himoyachi 2024-yilning fevralida yana futbolga qaytdi va Urugvayning quyi divizion vakili Porongos safiga borib qo'shildi. U yerda mavsumni sovrin bilan yakunlagan Godin sentyabrda ikkinchi va oxirgi bor karyerasiga yakun yasadi. Yana bir dasturimiz o'z yakuniga yetib bormoqda. Agar bu sizga qiziqarli va foydali bo'lgan esa, izoh yozish, like bosish va obuna bo'lishni amalga oshirib qo'ying. Shunday videolar tezroq va ko'proq chiqishi uchun donat juda ham muhimligini eslatib o'tmoqchiman. Agar xohlovchilar bo'lsa, video ostidagi linkdan o'tib, o'zlari xohlagan summa bilan qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Bu futbol faktlari, yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.